qo'yapti. Yotib oldi. Akalar kimga yaxshi liniyali toza to'xlilar kerak bo'lsa, 5-6 oylik, 7 oylikgacha bo'ylari 75-80 plus minuslari bor, endi o'lchab olinadi. Quloqlari 21lari ham bor quloqlari. Mana raspoложениyani ko'rib baho berib qo'yasizlar kalla formaga. Svetlari o'ta idealniy, suvelari ham mo'shniy. Kechkirganda olyapmiz videoni, sababi juda ko'pchilik iltimos qilib so'raganligi uchun olyapmiz. Mana suvelari, orqa formalari, mana razrezlar dakansa. Mana shu formadan 10 ta bor aka. Ha, 10 ta bor. 10 ta bor, bir xil mana. Bo'ybaslari, kastak, suvek, yosh oyliklari bir xil. Bitta joyga bo'lsa yengilroq qilib beramiz. Tanlab olishga bo'lsa narx sal o'zgaradi. Andijonda turib toza mana. Mana chistota, svet ko'ringlar akalar mana. Juda mo'shni narsalar. Qaysi liniyalar bor edi aka bu yerda? Hozir bu yerda krasavchik bilan germestik bor. Krasavchik, germes liniya Andijonda turibdi akalar. Mana telefon raqamlarini qo'yamiz, aloqaga chiqinglar. Optimiga arzonroq beramiz, 10 ta bor hozir. Mo'shni hammasi, quloq, raspoложение, suvek, hamma narsa keltirilgan mana. Liniyali toza arashan ishqibozlari bo'lsa, mana aloqaga chiqinglar. Mana qora ham o'ta bo'lakcha narsa. Mo'shni narsa. Kunduzda ham bir video qilib tashlab beramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar, alohida bir video qilib beramiz kunduzda. Hop, yana ham elita klasslari kerak bo'lsa, mana bu yerda elitalari ham bor. Mana elitalari. Tankerdi bunuchkasi bo'lib qoladi akalar. Tankerdi primoy bunuchkasi mana. Kalla, quloq, garbanos, chistota, suvelari o'ta go'zal. Tankerdi bunuchkasi bu. Elita o'z solisda ekanlar bo'lsa, yangi boshlayotganlar bo'lsa, mana elita klasslari. Quloqlari 21, 22, 20. Eng pastiniki 20. Mana suvelar. Blandin bunuchkasi bu mash. Blandin bunuchkasi. Frankeldiki ekan mana. Suvelar qaranglar mana. Moshni mana dumbani tikkaligi. Bir-biridan go'zal, bir-biridan chiroyli akalar mana. Ishonchli, mana chista to'xlisda ekan aka-ukalarga beramiz. Assalomu alaykum arashan muxlislari. Fransuz liniya sog'lig'imiz 4 ta, bitta tuqqan, ikkinchisiga bo'g'oz. Qulog'i 22, bo'yi 1.5 qo'chqordan qochgan, xudo xolasa, ranglari o'ta chiroyli, svetli narsa mana. Bolani yaxshi boqadi. Dayoshi matkalaridan bittasi mana. Quloq joylashuvlari, hamma narsasi o'rnida kelgan. Quloqlari 19-20. Jun o'ta toza. Mana suvek formalari. Orqalarini ham bir ko'rsatib qo'yaylik. Mana orqa tomonlari. Razrezlar idealniy, juda chiroyli tushgan razrez. Chotda oralari keng. Mana oldi suveklari. Boladan chiqqani uchun ozg'inroq holatda turibdi akalar. Bu haqiqiy bola beradigan sog'liq. Chiroyli holatda. Mana ranglari, junlari, kalla formalari, orqa razrezlari juda chiroyli holatda. Yaxshi sog'liq qilaman degan aka-ukalarimizga bo'lsa beramiz. Ular ham o'ta qimmat emas, o'ta arzon ham emas, o'rtacha holatda. Qo'y qiladigan akalarga tavsiya qilamiz. Juda yaxshi narsa. Sog'liq qilib, qo'y qilib boqaman deganlarga yaxshi materiallardan bittasi. Juda chiroyli holatda. Navbatdagilarini ham sekin-sekin video davomida ko'rsatib boramiz. Tavsiya qilamiz, aloqaga chiqarsizlar akalar. Assalomu alaykum qo'chqar ishqibozlari, arashan ishqibozlari. Mana shu qo'chqorimiz sotuvda akalar. Dayoshi qo'chqor, bo'yi 1.5, qulog'i 22. Buni plemeniy kartalari bor, elita klass bo'lib o'tgan. Mo'shni dayoshi ishlashlari ham zo'r, videolarigacha bor, tashlab beramiz. Dumba razrezlari ham dakansa. Qo'chqor katta qo'chqor. Orqalarini ko'rsatib qo'yamiz. Dumba mana razrezlari dakansa, oldi tomonni ham ko'rsataylik aka. Kech bo'lganda tomoshabinlarga video qilyapmiz endi, kech bo'lsa ham. Mana qo'chqorni oldilari.
Moshni suyaklari ham. Kallalari. Yaqinroq olib beraman kallalarni. Mana kalla formalari. Menga qarab bering aka kallani. Mana bu yerda. Moshni, garbanos, quloq joylashuvi, quloq 22 akalar. Qiziqqan ukalar bo'lsa, beramiz. Mana shu Qo'chqordan qochgan sog'liqlar ham bor. Sog'liqlarni hozir bitta ko'rsatamiz, xudo xolisa. Mana qiziqqan ukalar bo'lsa, Qo'chqor qilaman degan. Moshni Qo'chqor, dokumentalniy. Mana bo'ylari 1.5, quloq 22, garbanos, karabil liniya bo'lib qoladi akalar. Karabilyovskiy liniya bo'lib qoladi. Ishlashlari zo'r. Sog'liqlarga zo'r ishlayapti jonivor. Qiziqqanlar bo'lsa, mana aloqa ichkilar, ekstrellari juda chiroyli holatda mana. Menga bitta kallasini qarab bering yana aka. Mana kalla. Garbanos kalla. To'shlari mana o tashqariga chiqib yotibdi. Polvon narsa. Odam kuchi yetmaydi, polvon narsa. Quloqlari toza 22 mana. O'lchab ham olinaveradi. Film kartasiga yozilgan o'lchab, kartochkasiga, pasportiga hamma narsasi yozilgan. Mana bu yerda bundan qochgan nariyada sog'liqlar bor, bu yerda mana sotiladigan to'xlilar ham bor. Hop bitta video qilib ko'rsatamiz. Akalar, navbatdagi Qo'chqorchamiz mana. O'ta svetli narsa. Mana kalla, quloq. Quloqlari ham 20 plus, 21 ham chiqib qoladi bemalol. Jichi ko'qibroq turibdi, o'lchab berishga harakat qilamiz imkon qadar. Kalsoga qo'yasiz aka, quloqni tushiring, yana ham tushiring. Kalsoga botirib oling. Mana aka kalsoga qo'ying. Majami? Yo'q. Mana yerda kalsosi bor. Mana endi tashing. 20 ekan akalar quloq. Quloq 20, mana junlari toza o'ta. Chistotasi moshni, orqa kassagi ham o'ta qalin. Orqasini bitta ko'rsating aka mashina. Akalar 7-8 oylikka mana forma, dumba forma. Razrez dakansa, cho'tta orasi keng, eng asosiysi junlari ham toza ekan, beli ham keng. Oldini ham bitta ko'rsatib bering. Old tomonlari. Mana oldi peredor. Katta Qo'chqornikiga o'xshab ketib, to'shlari ham mana. Suyak, to'shni oldiga chiqib turishi, junni tozaligi, quloqlari mana, kalla forma, tumaloq kelgan mana. Ranglari ham mana svetli kallalari. Yana ham ocharib ketadi bu. Formasi o'ta go'zal ekan. 8 oylikka zo'r, 7-8 oylik. Qo'yaveraylik buni. Liniya 80 akalar. Sarodishmi yonidagini? O'sha yana bittasini. Asha yonidagini o'sha. Akalar, navbatdagi Qo'chqorchamiz mana. O'ta svetli narsa. Mana kalla, quloq. Quloqlari ham 20 plus, 21 ham chiqib qoladi bemalol. Jichi ko'qibroq turibdi, o'lchab berishga harakat qilamiz imkon qadar. Kalsoga qo'yasiz aka, quloqni tushiring, yana ham tushiring. Kalsoga botirib oling. Mana aka kalsoga qo'ying. Majami? Yo'q. Mana yerda kalsosi bor. Mana endi tashing. 20 ekan akalar quloq. Quloq 20, mana junlari toza o'ta. Chistotasi moshni, orqa kassagi ham o'ta qalin. Orqasini bitta ko'rsating aka mashina. Akalar, 7-8 oylikka mana forma, dumba forma. Razrez dakansa, cho'tta orasi keng, eng asosiysi junlari ham toza ekan, beli ham keng. Oldini ham bitta ko'rsatib bering. Old tomonlari. Mana oldi peredor. Katta Qo'chqornikiga o'xshab ketib, to'shlari ham mana. Suyak, to'shni oldiga chiqib turishi, junni tozaligi, quloqlari mana, kalla forma, tumaloq kelgan mana. Ranglari ham mana svetli kallalari. Yana ham ocharib ketadi bu. Formasi o'ta go'zal ekan. 8 oylikka zo'r, 7-8 oylik. Qo'yaveraylik buni. Liniya 80 akalar. Sarodishmi yonidagini? O'sha yana bittasini. Asha yonidagini o'sha. Mana navbatdagi ko'zi Qo'chqorimiz. Cho'tta oralari, formalarni qaranglar. Junlari toza, kallalari svetli. Quloqlari buniki 19 chiqib qoladi bemalol. Orqa tomonni ham ko'raylik buni. Mana orqa tomon. Dumbalari tikka razrez, cho'tta orasi keng, junlari toza.
Kamazga nevara bo'lib qoladi. Kamaz degan qo'chqorga nevara bo'lib qoladi 80 liniya. 7-8 oylikka o'zi moshni. Oldini ham ko'raylik shuni. Mana oldi suyaklar akalar. Oyoq qo'llari uzun. Mana xudo xolisa metr bo'ladigan qo'chqorlar. Otalari ham shunaqa metr plus bo'lgan. Otasini ham videolarini qo'yib ketamiz. Zo'r aka. Quloqlarini, kallalarini bir tomonga qarab ko'rsatib qo'ying. Mana kallalar. Tumorlari ham bor ekan oldida. Qo'yavering aka. Mana akalar kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Yaxshi narxlarda. Qimmat emas, mana yangi boshlayotgan qo'chqor qilaman degan aka-ukalar mana shu liniyalardan boshlasa, sekin xudo xolisa o'sha elitalarga ham o'tsa bo'ladi mana. Mana ishlatsa bo'ladigan qo'chqorlar tarbiya qilib yurgizib beringlar shu tomonga aka. Tomoshabinlar ko'rsin qo'chqorlar. Yuravering aka shu tomonga. Sog'lom, yeyishi, ichishi hamma narsasi o'rnida. Manzil Andijonda. Chiroyli qilib yetkazib beramiz mana. Qizimiz yana to'layotgan oldik. Akalar mana Kamaz degan qo'chqorning o'g'li bo'ladi. Hozirgi qo'chqorlarning otasi 80 liniya bo'lib qoladi bular. Juda suyakli, gabarit katta narsa. Otasini ko'rib mana bemalol bolalarni olsanglar bo'laveradi. Mana kalla forma idealniy. Oldi suyakni qaranglar, peredogni. Shuni bollari bo'lib qoladi hozirgi qo'chqorlar, akalar mana suyak. Juda baquvvat narsa, juda katta narsa. Orqasini ham ko'rsataylik aka. Mana dumba tomonlari ham. Dumbara razrez ham dakansi ekan o'zi ham. Kamazning o'g'li. Bel mana. O'ta katta narsa mana. Hozirgi qo'chqorlarda otasi bo'lib qoladi mana. Bu ham 1.10 ga yaqin ekan o'zi ham. Juda katta narsa. Ekranga ham sig'mayapti. Kelar mana yaxshi arashan qo'chqor qilaman deganlar mana shuni bollalarini beramiz. 7 ta bolasi bor. Mana qo'chqorning kalla tuzilishiga e'tibor beringlar mana. Jaq qismiga, mana jaq pastki lablari osilib tushgan. Quloq joylashuvlari zo'r tushgan mana. Kalla katta. Suyaklari moshni mana. Bemalol aloqaga chiqsanglar, shu bollalarini beramiz. 7 ta bolasi bor. Pullari ham yaxshi, unaqa qimmat emas. Manzil Andijonda.